Bugün Cuma günü zayyinu sabahal cum'ati fa innaha mu'radatun alayya. Cuma gününü tongini menga salovat aytishlik bilan ziynatlilar. Chunki Cuma kunida sizlarda aytayotgan har bir salovatinglar menga ko'rsatib turiladi degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Cuma kuni aytilingan salovat-i sharifalarda alohida hadis vorid bo'lganligi uchun Cuma kunini sahar tongi to asr namoziga qadar salovat bilan vaqt o'tsa o'ta rohat, lazzat bo'lar ekan. Nechta ayta oladi? Jaloliddin Suyuti hazratlari 50 ming aytar ekanlar. Salovat-i sharifa. Hozir jamoatimizda bizlarga ham xatlar keladi. Salovat-i sharifalarni, misol uchun mana Salatan Noriyani 13333 ta, kimdir 130 mingta salovat aytgan. Demak, odamlarimiz salovat aytib hayotidagi muammolar yechilyapti. Salovat-i sharifani o'qisa muammolar yechiladi. Gap so'z sig'maydi muhtaram jamoat. Faqat bizda muhabbat, ixlos bo'lsa bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga aytilgan salovat-i sharifa bizga shu darajada muhrlanar ekanki, oxirat kunida xalq orasida odamlar bir-birlari bilan oldi berdi qilgan kimdir haqqi unda, buniki unda qolib ketgan haqdorlar bir-biri bilan talashar ekanlar. Talashib turganda Alloh o'rtaga qo'shilmas ekan. Bir-birini rozi rizoligini oldi. Farishta bir-birini guvoh qilib, haqdor namozingni ber, namoz yetmay qolsa ro'zingdan ber, ro'za yetmasa zakotingdan ber, zakot yetmasa hajjingdan ber, istig'foringdan, tahlilingdan ber deb haqdor insonni savobli amallarni olar ekan. Hech qanaqa amal qolmadida, faqat salovat qolar ekan. Salovat-i sharifa o'qigani juma kuni. Salovatini olay desa, Xudo aytar ekan, "Yo'q, bu meni nurim. Buni meni Habibimga aytgan. Habibimga aytgan salovatini bunga bermayman, buni o'zida qoladi" der ekan. Salovat-i sharifamizga hech qanday kimsa haqdor bo'la olmas ekan.